Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga men qanday qilib ChatGPT'da 10 daqiqada pul ishlashni ko'rsataman. Buning uchun biz qanday qilib ishlaymiz buni? ChatGPT deb yozamiz. Mana bizda ChatGPT o'rnatilgan. Shuni kirib ochamiz. Yangilash kelib qopti, mayli yangilab qo'ya qolamiz shu narsani. Yangilangan joyimizdan kutib turamiz. Keyin biz hozir ChatGPT'ga kirib olamiz. Mana bu joyda biz boshqatdan noldan kiradigan bo'lsak, mana biz atrofda yangi narsa ochib beradi yozadigan. Write and edit deyapti. Shu yerda men misol uchun Upwork degan platformada ishlayman. Mana Upwork orqali klient topdim. Klient menga limon haqida 100 ta ma'lumot so'rayapti. Shularni ingliz tilida yozib berdik biz. Ketdi. 100 facts about lemons haqida deyapti mana. Lemon acidic debdir. Mana sekin limon haqida ma'lumotlar bizga keltirib chiqaryapti. Shu narsalarni olasizda, shunday kopiya qilib turib klientga tashlaysiz. Klient sizga o'zi pulni tashlaveradi mana. Mana shunaqa pul topsalar, qanaqa topamiz klient topishimiz uchun bizga mana Upwork degan sayt kerak bo'ladi. Programmasi ham bor mana Upworkda. Men endi ko'proq dasturchilik haqida ishlar olib boraman bu Upworkda. Sizlar o'zlaring yerga kirganingizda mana web developer kerak deb yozadi. Bular hammasini bu yerda ishlarni e'lon qiladi. Xullas, Upwork degan narsa o'zining imkoniyatlarini ko'rsatadi. Tayyor ishlatadi. Mana jobs degani ishlar deganida. Mana shu yerda mana bu joyga yozamiz mana. Avjaga yozamiz misol uchun. Copywriter deyapti. Copywriterlarga ish bormi ekanini hozir ko'ramiz mana Upworkda. Planmaga tekirsangiz bu Upwork programmasi ham turibdi. Yeah. Looking for a multi-language English Italian marketing copywriter deyapti. Xo'p, mana sizlarga boshqatdan tushuntirib olsak ham bo'laverar ekan mana. $450 pul beraman deyapti ekan mana bu yerda. Hop, Kanadadan e'lon qilib bu ishni. Shu yerga kiramiz. Bu Upwork mutlaqo xavfsiz ishni ta'minlab turadigan narsa mana. Mabodo shu limon haqida men misol keltirdim. Endi sizga haqiqiy ishni misolda tushuntiraman mana. Shunday qilamanda nusxa olishni bitta bosib turib, ChatGPT bor bizda, ChatGPT deb turib, mana yana buni bossam eng pastga tushadi. Mana shunday tashlaymanda
client narsani tushundingmi? Siz bergan matn bu Wellness sog'lom turmush tarzi saytining asosiy sahifalari, Home, About, Service, blog va kontakt bo'limlari. Uning mazmuni shuni aytyapti: sog'lom hayot va keskin cheklovlar emas, barqaror odatlar orqali quriladi. Ovqatlanish, harakat, stress va odamlar muvozanati. Xullas shunaqa deyapti-da. Kelib bosaman-da. Nimani xohlayapti klient deyman hozir. Nimani xohlayapti klient? Klient Wellness sog'lom turmush tarzi saytining asosiy sahifalari uchun matnni professional darajada qayta ishlashni xohlayapti. Ya'ni u matnni copywriting uslubida yanada jozibali qilishni, ya'ni yoki uni zamonaviy qisqa landing page formatiga keltirishni yoki to'liq o'zbek tilida professional variantga o'tkazishni istayapti, deyapti. Mana shunaqa qilib turib shuni demak qil deb yozib olsak, klient deyapti. Mana bu yerda deyapti, Wellness sog'lom turmush tarzi saytining asosiy maqsadi deyapti. Mana shu yerda shu sizga yozib beradi xullas shu narsalarni mana. Tushuntirib beradimmi? Mana. Mana endi shu yozgandan keyin biz nimaga proposal jo'natamiz. Mana bu yerda copy deb bossak, mana bu ikkita nimasini copy qiladi. Mana bosamizda. Bu yerga ketdi. Men $450 beraman deyapti ekan. Shu o'rtacharoq odam kerak deyapti. Intermediate experience level deyapti. Mana shu yerda mana 18 ta connect ketadi. Endi bu yerda bitta neto tomoni bor. Shu connect sotib olishingiz kerak bo'ladi siz. Bizda hozir available connects degan bitta bor. Shuni 20 ta qilsak, misol uchun tashlash mumkin bo'ladi ishga. Shuni sotib olishimiz kerak bo'ladi connect. Apply now deb bosaman-da, misol uchun. Sizga tushuntirib o'tyapman. Submit proposal degani klientga shu o'zingizni ishni bajara olaman deb jo'natadigan holat bu. Mana bu yerda connectdan yetmaydi, ishga topshirgan deyapti. Mana more connects is needed deyapti. Sotib olasam shu connect deyapti. Biz hozir ish saqlab turamizda, mana bunday qilib turib, mana job detailga ishda detallarini masalan ko'rib chiqib, mana by milestone, by project bossak, selected duration deyapti. 1 oydan kam muddatda qilib beraman deyapman men misol. Shu 15% servis xizmatiga olib qoladi mana bu shunda $450 dan. $67 olib qolsa $382 tushar ekan sizga. Qoladigan puli. Endi cover letterga shuni o'ylagan ko'p qilgan narsamni tashlayman. Mana bu joyga yana shuni tashlayman. Bu so'rayapti-da, oldin shunaqa ishlar bilan ishlaganmisan? Shu endi boshqacha narsa yozsa ham bo'laveradi. Shuni yozib qo'yganlarga javob berishimiz kerak-da biz. Shularni ko'rdik, endi pastga tushib, agar mabodo Upwork Jobs yoki portfolioni qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana portfolioni bostirib, bitta portfolioni qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Endi shu yerga tushib turib, oxirida send 18 ta connect bitta bossak, ishga topshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz ekan. Shunday qilib, o'sha ishda olib pulni tushirib,
bu nimadan paynakertaga tushib olsa bo'ladi pulni oxirida keyin. Tushuntiradimi? Bu yaxshi narsa-da bu sayt. Mana shu orqali siz pul topsangiz bo'ladi. Nimadan? ChatGPT orqali. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.